Salom hammaga. Sizlar bilan har doim video renderlaymiz. Bugungi video juda ham ajoyib bo'ladi. Chunki biz bu videoda Donnarummani full qilamiz. To'g'ri, Donnarumma kuchaytirilgan. Donnarummada mana bu reaksiyasidan 100 chiqarishga harakat qilamiz. Sizga reaksiyasi kerak. O'sha handling qo'l bilan o'ynash kerak. Shunday bo'lsa qulayroq o'rnashib olib, keyin like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bunday bo'lsa biz boshladik. Mana o'yinchilar ham kelgan. Bitta karta ochdim, unaqa tushmadi, o'zi Pedri. Mana olmaymiz hali. Bunday bo'lsa boshladik. Mana 6 ta kart yig'ib qo'yganman. Bu 4 kundan beri video chiqarmadim, mana bugun chiqaryapman. Like va obuna bosib qo'yinglar. Bu videoda Kurtuani full qilgan videomga 100 ta like bo'lgan. Bu videoga mayli 50 ta like bilan 470 ta obunachi bo'laylik. Bunday bo'lsa go boshladik. Like va obuna bosamiz. Beramiz. Vay. Yaxshi kuchaymaysa kerak deb o'ylayapman. Yo'q. Biz baribir 100 chiqarishimiz kerak. Tepadan. Ana 90. Donnarummani o'sha 91. Vay. Marazovga kuchaysa kerak. Tepaga tushib. Deslar koach qolmadi degani biz bosmaymiz degani emas. Biz bitta rare bosyapmiz sizlar uchun. Sizlar uchun ishlatdim men. Ana 94. Yana bitta kerak bizga. Bir sport berilmoqda yana. Mana o'lsa 90 bo'ldi. Marazdi. Mayli, sizlar uchun ishlataman. Mana Donnarummani full qildik. Mana Donnarumma shunday kuchaydi. Do'stlar, mana qarashingiz mumkin. Mana olmos sarfladik, olmosimiz ham qolmadi. Yomon tarafi. Deyarli qolmadi, kam qoldi. Baholaylar, Donnarumma qanday kuchaydi? Chunki mana bu handling kerak emas, qo'l bilan o'ynashi, yaqin atrofidan o'zi Donnarumma qo'l bilan zo'r o'ynaydi. Mana reaksiyasi bilan yaqindan kelib tepsa, Mbappe shunaqalarni qaytarishi mumkin. Shansi baland 96. Dahshat kuchaydi xullas. Do'stlar, bu video qisqa bo'lib qolmasligi uchun biz Donnarummani tepib ko'rsatamiz, qanday save qilishini. Mana sizlar uchun qaranglar, olmosim qolmay qoldi, bo'lmish bo'lib qoldim. Mana ikkita kuchaytirgichim bor. Mana unga yig'yapman. Special playerga bizga Rivaldo kerak, Bergkamp kerak emas. Mana olmosga harakat qilganmiz. Do'stlar, keyin Pedrini olaymi? Mana Taymilyani ham kelib turibdi. Bunday bo'lsa biz treningni boshladik. Ana. Donnarumma. Yaxshi, mana asta tepganda hammasini qaytaradi. Kelagan navbatda bo'ladi, albatta. Mana
pushka tepsak endi free kick bilan tepdi. Oy 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 oy. Donnarumma. Magar bunchaga qattiq tepsak, Dembelega o'xshagan qaytdi. Dembele uncha zo'r pushka ko'tarmay, Lamine Yamal bilan yuradi. Yonda qatdi. Nicolas Jackson ekibi. Mbappe bilan yuradi. Mbappe gol. To'g'ri tep hech bo'lsa. Mana ko'ringlar, bemalol qaytarib beradi. Bola bemalol to'plarni qaytarib bera oladi. 95 kattasi. Super futbolchi. Bundan yaxshi Donnarumma topish qiyin. Bundan yaxshi Donnarumma deyarli yo'q desagandim. Bilaveradi. Reaksiyasi 96. Bemalol yaqin atrofdan kelganga bemalol qaytarib oladi. Handling pashti 90 yuraylik bemalol qaytarib qo'yadi. Reaksiyasi qani deydigan reaksiya mana bu reaksiya mana shu kerakli. Bu esa uncha kerak emas. Uzoqdan pushka tepsa qaytarish kerak bular. Xullas bugungi video shulardan iborat edi. Qisqa bo'lib qoldi. Mana sostavimizga ikkita futbolchi full qilingan: Donnarumma, Desire. Donnarummani 1 dan 10 gacha baholab ketinglar. Zo'r bo'ldimi yo bundan da zo'r qilsa bo'larmidi? Va unda bo'pti. Xayr, hammaga like va obunalarni bomba qilib, aktiv bomba qilinglar. 50 ta like va 270 ta obunachi bo'lsa, keyin shunda yana ko'rishamiz. Bo'lmasa